فاصبر صبرا جميلا. Istig'for banda Robbisidan gunohlarini kechirishni so'rashidir. U tavba va yengil tortish kalitidir. Mo'min xavotirga tushgan zahoti ixlos bilan istig'for kalimasini aytsa, Alloh subhanahu va taolo albatta bandasining bezovtaligini ketkazib, omonlik ato etadi. Istig'forda mo'min uchun ko'plab fazl va yaxshiliklar mujassam etgan. Astagfirulloh. Bu bir kalimadan iborat bo'lgan eng qisqa duodir. Ma'nosi Alloh meni mag'firat qilsin. Bu mo'minning qalb xotirjamligi va duolarining qabul bo'lishi omilidir. Inson Allohga yuzlanishini istig'fordan boshlab, o'z zaifligi va ojizligini anglagan holda Robbisidan gunohlarini kechirishini so'rashdir. Doim istig'for aytib yurgan inson uchun tavba va rahm eshiklari ochilib, rizqi mo'l-ko'l bo'ladi. Istig'for kalimasini zikr qilmoq mo'minning eng yaxshi sifatlari bo'lgan tavozilik va itoatni namoyon qiladi. Qolaversa, istig'for xotirjamlik holatini baxsh etib, xavotir va bezovtalikni yo'q qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh uning mushkulini kushoyish qiladi, og'irini yengil qiladi va o'zi o'ylamagan tomondan rizq beradi deganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom insonlarning eng yaxshisi bo'la turib, istig'for kalimasini kuniga 70 marta aytib, mo'min musulmonlarni doimo tavbaga da'vat qilganlar. Istig'forning eng ulkan fazilatlaridan biri shuki, Alloh subhanahu va taolo nazdida doimiy ravishda tavba qiluvchi inson taqvodordir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh unga har bir torlikdan chiqishni, har bir g'amdan kushoyishni nasib qiladi hamda uni o'zi bilmagan joydan rizqlantiradi deganlar. Bir daqiqada 100 marotaba astagfirulloh kalimasini aytsa bo'ladi. Istig'forning yana bir ulkan fazli Allohning marhamati ila banda Robbisi tomonidan gunohlarining kechirilishi, rizqi barokatli bo'lishi, yomonliklardan uzoqlashishi va jannatga erishmog'idir. Istig'for shunchaki oddiy so'z emas, balki o'z holati va zaifligini tushunib, G'afurur Rahim sifatiga ega zot Allohga gunohlarining kechirilishini so'rab duo qilayotgan mo'minning ruhiy holatidir. Al-G'affor, ya'ni mag'firat qiluvchi Alloh taoloning ismi bo'lib, u zot tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Begunoh odamning o'zi yo'q. Kimki gunoh qilsa-yu, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Allohni mag'firatli va rahimli zot topadi.